Tamaki mahsulotlariga qo'yilgan taqiqdan keyin nega O'zbekistonda nikotinli pauchlar yashirin savdoga o'tdi? Global tamaki sanoati bugun tubdan transformatsiyani boshdan kechirmoqda. Dunyo miqyosida an'anaviy chekishga qarshi kurash fonida nikotin yetkazib berishning tutunsiz va muqobil vositalari bozor ulushini shiddat bilan oshirmoqda. Ulardan biri nikotinli pauchlardir. O'zbekistonda ular 2024-yilda to'liq taqiqlangan, lekin bu kutilgan natijani berdimi? Yaqingacha nikotinli pauchlar O'zbekistonda qonuniy va aksiz to'lanadigan tovarlar toifasiga kirardi. Qonunchilikka ko'ra har bir kilogramm mahsulot uchun 154 ming so'm aksiz solig'i undirilgan. Biroq joriy etilgan taqiq vaziyatni tubdan o'zgartirdi. Bugun nikotinli pauchlar do'kon rastalaridan g'oyib bo'lgan bo'lsa-da, qora bozor va Telegram kanallarida ularning savdosi gullab yashnamoqda. Davlat esa mahsulotning sifati va uning kimga sotilayotgani ustidan nazoratni qo'ldan boy berdi. Dunyoning nufuzli nashrlari, xususan Financial Times ham ushbu mavzuga alohida e'tibor qaratmoqda. Nashr tahlilchisining yozishicha, yirik tamaki kompaniyalari an'anaviy sigaretlardan voz kechib, nikotinli pauchlarga investitsiya kiritmoqda. Maqolada keltirilishicha, tamaki kompaniyalari ulkan foyda keltirgani bois investorlar ulardan voz kechmayapti. Elektron sigaretlar va pauchlar dastlab odamlarga chekishni tashlashga yordam beradigan vosita sifatida reklama qilingan. Biroq vaqt o'tishi bilan bu strategiya o'zgardi. Sog'lomroq muqobillar orqali paydo bo'lgan qaramlik daromad keltirishi aniq bo'lgach, yirik tamaki kompaniyalari yirik nikotin kompaniyalariga aylanmoqda. Raqamlar ham buni tasdiqlaydi. Ba'zi bir kompaniyalar 2025-yilning birinchi yarmida AQShning o'zida 1,1 milliard dona pauch sotishga muvaffaq bo'lgan. Yuqorida keltirilgan omillar davlatlarni taqiqlash yoki tartibga solish degan savol qarshisida qoldirmoqda. Xalqaro tajriba va O'zbekistondagi vaziyatga keladigan bo'lsak, O'zbekiston uchun mintaqaviy va madaniy jihatdan yaqin bo'lgan davlatlar tajribasi diqqatga sazovor. Masalan, Birlashgan Arab Amirliklari ushbu mahsulotlar uchun qat'iy texnik standartlarni joriy etgan. Saudiya Arabistoni esa ushbu kategoriyani qonuniy deb tan olgan va iqtisodiy mexanizmlar orqali nazorat qiladi. Ushbu davlatlar taqiq iste'molni to'xtatmasligini, balki uni nazoratdan chiqarishini anglab yetgan. AQShda esa pauchlar litsenziyalangan do'konlarda faqat voyaga yetganlar uchun sotiladi. Qattiq monitoring ostidagi toifaga kiradi. O'zbekistonda esa vaziyat boshqacha. Pauchlar taqiqlangan bir paytda mamlakat bo'ylab sigaretlar va nosvoylar hech qanday to'siqlarsiz sotilmoqda. Raqamlarga murojaat qilsak, manzara yanada jiddiy tus oladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 3,5 million kishi chekuvchi va 2,5 million kishi nosvoy iste'molchisi hisoblanadi. Tamaki iste'moli bilan bog'liq kasalliklar tufayli har yili mamlakatimizda 17 mingga yaqin o'lim holati qayd etilmoqda. Shunday vaziyatda AQShning oziq-ovqat va dori-darmonlar sifati ustidan nazorat boshqarmasi va Germaniyaning risklarni baholash federal instituti kabi nufuzli tashkilotlar tomonidan sigaretga nisbatan ancha xavfsizroq deb tan olingan mahsulotlar toifasining taqiqlanishi mantiqan tushunarsiz. 2026-yil 1-apreldan boshlab O'zbekistonda tamaki mahsulotlari va alkogol savdosiga qo'shimcha cheklovlar joriy etildi. Xususan ushbu mahsulotlarni sotishda yosh bo'yicha nazoratni kuchaytirishga qaratilgan mexanizmlar kengaytirilmoqda. Biroq amaldagi vaziyat shuni ko'rsatmoqdaki, taqiqdan so'ng bu mahsulotlar aynan norasmiy kanallar orqali, jumladan Telegram platformalarida tarqalib, yoshlar uchun yanada ochiqroq va nazoratsiz bo'lib qolmoqda. Lekin nikotinli pauchlarning qonuniy savdosiga ruxsat berilgan taqdirda ular majburiy markirovka tizimi va bank kartalari orqali yoshni tekshirish mexanizmlariga tushishi mumkin. Bu esa nazariy jihatdan voyaga yetmaganlarning ushbu mahsulotlardan foydalanishini cheklash imkonini beradi.